Odam bo'lish qiyin. O'zbekiston xalq yozuvchisi O'lmas Umarbekovning qalamiga mansub roman. Asar adibning ilk romani bo'lib, 1969-yilda yozilgan. Odam bo'lish qiyin romani hayotning haqiqatga to'la nafasi ufurib turadi. Asar tilining soddaligi, voqealarning jonliligi e'tiborga loyiq. O'tgan asrning ikkinchi yarmida o'zbek nasr rivojida O'lmas Umarbekovning o'ziga xos o'rni bor. Odam bo'lish qiyin romani yoshlar hayoti, ma'naviy axloqiy muammolari, insonlarning murakkab munosabatlari haqida yaratilgan va bugungi kunda ham ko'p o'qiladigan asarlar sirasiga kiradi. Asar real voqealarga asoslanib yozilgandek o'ziga jalb qiladi. Unda o'zbek ayoli yaqqol namoyon etgan Hojar buvi, Zavod aya yoki Otim buvi, kuni faqat qora mehnatda o'tadigan, qo'llari har doim benzin isi anqib turadigan Obid aka, o'zini jonkuyar mehnati uchun qahramon unvonini olgan qishloqning oldi odami Yusuf aka, maktabda yaxshi xulqi va a'lo baholar bilan o'qib kelayotgan Abdulla va qishloqning aqlli qizi Gulchehraning hayoti haqida hikoya qilinadi. Asar qahramonlari Abdulla, Gulchehra, Sama, Sayyora kabi endigina maktabni bitirgan, katta hayot ostonasida turgan yoshlardir. Ularning har birining o'z maqsad va o'z rejalari bor. Lekin bu qahramonlarning bir-biridan farqi ana shu maqsadlarga qanday erishishlaridadir. Abdulla yaxshi o'qimishli va ziyoli oilaning yakka yolg'iz farzandi. Maktabda a'lo baholarga o'qib, oltin medal bilan yakunlaydi. U yaxshi tarbiya olgan, doimo yaxshi o'qishga, yaxshi kasb egasi bo'lishga, yuqori cho'qqilarni zabt etishga intilgan. Lekin bu intilishlar keyinchalik boshqa yo'nalishga o'zgarib ketadi. Maqsad, rejalar o'sha. Ammo maqsadga erishish yo'li o'zgaradi. Abdulla otasiga o'xshashni xohlamaydi. Shohona hayotni, yaxshi mansablarni istaydi. Bu yo'lda bir qizning hayotini barbod qiladi. Gulchehra oddiy qishloq qizi, chiroyli, aqlli, u ham maktabni yakunlaydi. Ko'pchilik qatori shaharda ketmasdan qishloqda qolib, uni obodonlashtirish, qayta qurishni orzu qiladi. U ilk bor sevib qoladi. Balki bu sevgi ham emasdir. Axir hech kimga ko'ngil qo'ymagan, yaxshi yomonning farqiga bormaydigan qiz edi. Abdulla va Gulchehraning sevgisini yoshlikdagi oddiy havas deb tuyulishi mumkin. Ikkisi ham bu hisni ilk bor tuyishadi va ilk bor dunyoda shunday tuyg'u borligini biladi. Abdulla va Gulchehraning taqdiri nima bilan yakun topadi? Asardagi boshqa qahramonlar kechinmalari bilan tanishmoqchimisiz? Darhol ushbu kitobni mutolaa qilishni boshlang. Biz sizga ushbu kitobni o'qishni tavsiya etamiz.